Yaxshimisizlar? Bu safar mana 3 kishi olib kelibsizlar-da. Muhammad Alini olib kelibsizlar-da. Bir ko'rsatib aylantirib ketamiz, qaqalarni olib beramiz deb. O'zlaringiz yaxshimisizlar? Mana bundan bilmayman bir 8 kun, 10 kun bo'ldimi, ortiqroq bo'ldimi kelgandilaringiz. Mana qizingiz bo'ladilarmi bu yoq? Qizingizcha yomon ahvolda kelib, ko'ngli aynib, ayniqsa hech narsa yemasdan mana shu ahvolda edi. Mana shu bilan ikkinchi marta kelishlaringiz. Hozir ahvolingiz qanaqa qizim? O'shanda qanaqa edi, hozir qanaqa? Ovqat yeyolmayapti, ro'dan hozir ancha yaxshimay yeyapman, Xudoga shukr. Ichimda og'riqlar ham yo'q. İçinizde hamma yo'g'iz og'rirmidi? Ha. Kuch kelib ko'yingiz ayniganda, ha? Hamma yo'g'izga. Ha. Hozir og'riqlarim pasaydi, Xudoga shukr. Ha. Sekin hech narsa qolmaydi endi, Xudo xolasa. Kam bo'lmang. O'zlaringiz qayerdansizlar? Kelinmi? Zarkinda. Zarkindanmi? Ha. Zarkin, o'zim Zarkindan. Ha. Yaxshi. Nima deysiz qizingiz to'g'risida? Qizim qilib ranglariga qo'ng yugurib qopdi-yu, yaxshi bo'lganidi. Ha, yaxshi. Endi ozgina dard yomon narsada. Dard qachon bir ko'tariladi, keyin o'ziga keladi-da. Bitta o'zi nima deyiladi? Eskilarda gap bor. Kasal bas, kasalga qaragan odam kasal deb. Mana Xudoga shukr, chehralari ochilib, hala kulib, xursand bo'lib keldi. Mana esdalikka olib qo'yapmiz. O'zlaringizga zarur bo'lsa ham kelib beraveramiz. Mana sizlarniki shu bir mahalla ilohim oxirgisi bo'lsin. Ikkinchi bunaqa og'riqlar bo'lmasin. Faqat yaxshi kunlar kelaversin. Muhammad Alining to'ylarini qilinglar, to'ylarida boraylik. Oshlarni yeylik, ha? Muhammad Ali? Xo'pmi? Qand kerak xolasmi? Muhammad Ali? Shirinmi? Xudo beradi bularga. Ilohim salomat bo'linglar. Mana esdalik uchun olib qo'yapmiz. Xudo xolasa faqat yaxshi niyatlarda, yaxshi kunlarda diydor ko'rishaveraylik. Hamisha salomat bo'linglar. Menga nima deysizlar? Nima tilaylaringiz bor? Sog' bo'ling, ilohim. Shu bolamni dardiga shifo bering. Shifosiga sababchi bo'lsangiz, Xudo umringiz uzar, rizqingiz ulug' bo'lib, qo'llaringizga bosh bo'lib yursin. Meni bolaman. Xudoya bag'rimda hamisha sog' yursin. Ilohim. Farzand shunaqada ozgina og'rib qoladigan bo'lsa, yeb ichganimiz ham tatimaydi. Qachonki shu sal o'ziga kelgandan keyin Xudoga shukr deymiz. Mana bolam yaxshi bo'lib qoldi deymiz. Albatta. Ilohim salomat bo'linglar, hech kasal bo'lmanglar. Yaxshi kunlarda diydor ko'rishaveraylik. Muhammad Ali. Maylimi? Xo'p degan. Xo'p.